Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli yurtdoshlar. Bizning Avtosel Xorazm kanalini YouTube ijtimoiy tarmog'ida uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz do'stlarimiz. Bugun xudo xolasa sizlarga reklamaga zo'r narxda mexanik korobka Nexus kelib turibdi. Yili tozasidan probegam kamidan, ya'ni 1 qo'l minilgan zo'r holatdagi kelib turibdi. Video obzorimiz davomida hamma ma'lumotni berib o'tamiz. Xudo xolasa agar sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol kelib, ko'rib xaritada bosasizlar bo'ladi. Agar hozirchalik mashina olish planim yo'q, keyinchalik olaman deb ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, niyat etib birdan like ni bosib qo'ying. Albatta sizdan kamida shunday mashinalar yetiradi. Xo'sh, mashinamiz 2021-yil, 2021 emas, 2021-yil, kuzovlari 22 o'tgan. Oq rangda, zo'r holatda bagaj qismini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamizda 4-pokoleniya 80lik metan gazli uстановка qilingan. Bagajlar ham yaxshi holatda turibdi. Endi yuk yuklangan, shuning uchun ayrim yerlarida qirilgan yeri bo'lishi mumkin. Dum yomon bo'lib, yo taksida yurgan, yo boshqa ketgan mashina emas. 1 qo'l minilgan, mashina 50 ming kilometr yuribdi. Dayna zaposli kitlari bilan egalari bizlarga berib ketdi. Bu mashina o'zi bartirakkanmiz. Xo'sh, mashinamizda 4 dona yana toza yumshoq polon o'zlarimiz qo'ydik. Kuzovunda qirilgan, chizilgan yerlar yo'q. Orqalar tonirovka bo'lgan. Xo'sh, salonlari akkuratni. Keyinda polik barlari, video registratorlari, keyin bonusini antiradar ham qo'shib beramiz. 50 ming kilometr yurgan 4-pokoleniya metan gazlari bilan salonlari может ishonasizlar, может ishonmasizlar, lekin hali salonni ichiga tutdi mashinadan. Shunday bir qarab aytadigan mashina. Bir chiroyli himsizchasini ayttirdik-da, ikki ko'p sotib ol. 2021 yili. Motor qismini ko'rishingiz mumkin. Yana. Umuman kulish demagan. Motorlarini ham, kuzovini ham yana bu tarafdan ko'rsatib beradi. Yan tarafında boğuşuydu, ben göstermedim, negatif yazı taşımasın ayırın podpisçilerimiz. Hoş, maşin sastiyansı zor aytıp öttik 2021. Indi narxına geldiğim olsak, narxı 92 milyon so'm beremiz. Üstünde yine azgına hayır pul kaçsak boladı. Keyin kredit meselesine geldiğim olsak, şu narsani eddiğini aytıp ötün. Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasini ayrim tumanlarına gen klientlarimiz için kredit variantımız. Elden 10 milyon so'm to'lov, notarius gay eddinli turistda, ya'ni 1 milyon 700 adı o'tirish, 6,5 milyon 6,5 milyon atrofida numara, keyin garova 1 milyon 200 atrofida shu xarajatlarga kerak bo'ladi. 10 milyondan tashqari 10 milyon bank to'lovi. Keyin oylik to'lov 2 milyon 400 dan 5 yilga chiqadi. Agar 3 yillik katib olaman desangizda, oylik to'lov sal razit etadi. 3 yillik katib, xohlasangizda 1 yillik katib ham chiqarib olsangizlar bo'ladi mashinamizni. Tan narxini aytib o'tdik. Narxi, grafiklari, mashina sotsiyansi sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, обязательно sitadan iltimos etib qolamiz. Birdan like bosib o'tishlaringizni va bizlarga obuna bo'lmay kuzatib yurgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin kommentariyada shu fikrlaringizni yozib o'taverasizlar. Va bizda daha sotuvda boshqa turdagi mashinalar ham bor. Bemalol qaysi birisini obzori qiziq olgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Keyingi obzorlarda shuni videosini chiqarib beraman to'liq ma'lumotlari bilan. Ular mashina olib sotish niyatida yurgan klientlarimizni Avtosel salonimizda taklif etib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin.